Salome buvuslarla husbandimni tug'ilgan kunlariga zakat qilgan tovarlarni obzor qilamiz. Bizning birinchi tovarimiz Bluetooth. Bluetooth O'zbekistonda ham ko'p, lekin baribir Xitoyda zakaz qilgan boshqacha deb kashfiyot qilib biz zakaz qildim. Hop bu Bluetooth'imizni ichilari shunaqa sariq zaryadchigina o'zi ekranni ko'rsatib turadi. Ikki tarafda mana ko'rishinglar mumkin necha foiz zaryadkasi bor. O'zini zaryadkasi bilan keladi. Bu bo'lsa mini plyusos mashina uchun mini plyusos. Bu mashina uchun mini plyusos mashinadagi keraksiz narsalarni olib tashlaydi. Uyga ham ishlatsa bo'ladi. Shunaqa plyusos zakaz qilganman. Hamma narsasi bor. Shunaqa kichkina plyusos. Hop, plyusosimiz hamma narsasini birin-ketin yasab boramiz. Shunaqa qilib o'zi zaryadchigi bor. Zaryadkada ishlaydi. Tortishi ham judayam zo'r. Ko'rishinglar mumkin. Uchala alohida cho'tkasi ham bor. Undan keyingi tovarimiz shunaqa ajoyib kashfiyot. Bu hali O'zbekistonga kelmagani bo'layman. Maniki o'zimga judayam yoqdi bu narsa. Telefonni ekranini archish uchun sumkada olib yurish uchun judayam qulay. Ikkitali suyog'iga tugab qolsa, almashtirib qo'yib olsa bo'ladi. Shunaqa uyimizda bir telefonni sinab ko'rsatdim sizlarga. Mana qanaqaligida hozir aytganda qanaqa zo'r bo'ladi. Mana ko'rishlar mumkin. Buni ustidagi o'zi qurib qoladi. Bundan keyingi tovarimiz shunaqa erkaklar bel tasmasi, erkaklar bel kamera, nima desanglar shu o'yinda o'zinglar bilasizlar nima deb nomlaysiz. Undan keyingisi Tayyip Zaryadka O'zbekistonda bo'lsa ham baribir Xitoyki men uchun boshqacha. Chunki Xitoyda zakaz urish boshlagandan keyin hamma narsani shu yerdan olishni boshladim. Bu bo'lsa mashina uchun menga aksessuar xohlagan joyga qo'ysa bo'ladi. Undan keyingi tovarimiz yengilgina bahorda kuzda kiyish uchun mo'ljallangan oyoq tarafida shunaqa rezinkalar bor. Judayam zo'r materiallari ham judayam yoqdi. Bu narsalarni husbandimni tug'ilgan kunlariga zakaz qildim. Sizlarga ham nimadir kerak bo'lsa Telegramdan yozishingiz mumkin.